Assalomu alaykum. Men diyetolog Shahlora Hamjanovna yana sizlar bilan. Azizlarim, inson uchun berilgan eng oliy ne'mat bu sog'lik hisoblanadi. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling. Har kuni ertalab turganda sog'lomman, alhamdulillah deb uyg'oning. Va oynaga qarab o'zingizga bir og'iz shirin so'z ulashing. Shu kayfiyatingiz butun kun davomida siz bilan hamroh bo'ladi. Har bir taomingiz, iste'mol qilayotgan choyingiz, suvingizda menga mana shular shifo bo'ladi deb iste'mol qiling. Va ishoning bu narsalarga, barchasi siz uchun yaxshi bo'ladi. Va har qanday tanangizdagi kasalliklar bo'lsa, albatta shifo topasiz. Menga ishoning. Albatta sinab ko'ring. Bugundan sinang aziz ayollar. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Men sizlarni doimo yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Azizlarim, o'zingizni ehtiyot qiling.